Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men hozir Toshkentdaman va bir ideya kelib qoldi. Kimda kim Toshkentdan Vodiyga pochtasi bo'lsa 5 kilodan oshmasa, 5 kilo 10 kilo oralig'ida bo'lsa, 40 ming so'mdan manzilidan qayerda bo'ladi, Chilonzordami, Yunusoboddami, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar Andijongacha, uyigacha, manziligacha 40 ming so'mdan kolичествоsi 10 kilogacha bo'lgan pochtalarni olib ketmoqchimiz. Shunga yo'lga qo'ymoqchimiz. Kimda kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu direktgami yozib murojaat qilishlari mumkin. Faqat pochta olamiz. Keyin срочный bo'lmagan pochtalar, masalan, срочный bo'lsa, uni masalan o'zinglar jo'natishinglar mumkin. Biz yig'ib, manzillardan yig'ib boshqa to'lgandan keyin olib ketamiz. Shuning uchun ham arzon. 40 ming so'mdan, agar menga obuna bo'lgan bo'lsalar 30 ming so'mdan. Shu videoga maksimal like bosib, bir Alloh yo'lida yordam qilishlarini so'raymiz. Hammaga rahmat.